Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom. Sanjar aka, tuzumisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Alloh. Mashalloh aka, ko'z tegmasin. Tinchmisiz aka? Rahmat. Tanjoningiz sog'mi? Xo'p, aka, bu yerda adresini bitta tushuntirib yuboramiz. Adres Namangan viloyat Norin tumani, Aha, Changitma qishlog'ida. mashalloh. Changitma qishlog'i. Xo'p. Bitta savolim bor aka. Bu vesovoy qo'chqor. Gap yo'q, ko'rinib turibdi. Yog'on, iliklari polvon. Bu qo'chqor to'g'risida ma'lumotni tars etib ketmasa, ko'pchilik rosa qiziqadi. Bu Qirg'izistonlik Karim Hoji oldiki, Loshit degan qo'chqor. Shunga oldi peridolari, kallalari yomon ham o'xshab ketarganda, lekin vesovoy Vistipkaga boqaman deb olganlari bor. Bu qo'chqor to'g'risida bitta ma'lumot berib ketasiz. Qo'chqorimiz 2 yosh. Aha. Kilichka Karol. Qulog'i 21. 21. Vesi o'lchanmagan, bo'yi 1-2 sm. 1-2. Buni otasi Sulton. Ha. Namangandagi Sanjar akamning qo'rasidan Sulton qo'ydi, bolalarini, yarichkalarini ko'rib havas qilib, shu bolasini olib kelganmiz. Mashalloh. Allohga shukr, endi bolalar ya tushyapti bizda ham. O'zi qo'chqorlar, yarichkalari. Mashalloh. Sevmasin. Yaxshi tushyapti. Ko'z tegmasin. Sultonni liniyasi Sharpay bo'lib qoladi. Sulton Sharpayning nevarasi. Aha. Shunda bu qo'chqor liniya Sharpay bo'ladi. Liniya Sharpay bo'ladi. Xo'p, endi bu to'g'risida bitta ma'lumotni o'zim berib ketaman, okalar. Xo'p, qo'chqorimizni Paklichka Karol Sulton degan qo'chqorni primoy bolasi Sulton Sharpayning vnuki bo'lib qoladi. Shuni bitta, qani. 4 bo'ldi. 4. Xo'p, Sulton Sharpayga vnuk bo'lib qoladi. Bu Sanjar Azimov akamizda bo'ladilar. Ko'rishingiz mumkin. Bu qo'chqorni qancha oldin olgansiz aka? 1 yildan oshdi. 1 yildan oshdi. 1 yil oshu olganlar bu qo'chqorni yaxshi pul bo'lgan. Qo'ziligida olganmiz. Qo'ziligida olgansiz. Hozirgi kunda 4 ish. Vesi gideti mana taxminimcha aka 170, 180 atrofida plus minus. Alloh alam chiqib qoladi. Ha, xudo xolasa, lekin yaxshi ketyapti. Bu sog'lulardan chiqqan variant-da hozir. Sog'lularda yurib, sog'lulardan ajragan varianti. Qo'chqor to'g'risida bitta sizlarga yaqinda obzor qilib beraman. Qo'chqorimizni bitta kalla qismiga e'tibor beramiz. Xo'p. Quloq necha dedingiz aka? 21 bil. Quloq 21. 4 tish qo'chqorimiz, mashalloh. Endi buni oldi tarafdan bitta grut ko'rsatamiz jonivor. Mana bo'yinni qaranglar. Gap yo'q lekin oyoqni shirinasi. Bitta qo'lingizni ota ishorasiga tiqib bering aka. Gap yo'q lekin. Gap yo'q. Aka sizni bo'yingiz 1.90 mi deyman-a? Ha? Bu qo'y oldingizda kichkina bo'lib qoldi-da. Prosta men nima qilib qo'yaman? Bo'yingiz ham jabalan ekanda, aka. Jiampiarlar bo'lganda shunday o'sha qo'yib shaq video qilib yuborardi. 1.70 li odam bo'lsa ham. Xo'p, orqa tarafdan dumbani ko'ryapsizlar. Ko'pchilik razrez deydi, ko'pchilik atrez deydi. Biz buni nima deymiz? Hamma o'zi uchun bilib nima qilaveradi. Xo'p, qo'chqor aka, sal yurg'izib o'rmasangiz, oyog'i nima bo'lib qopti? Ya'ni xuddi kalt oyoqdek bo'lib qopti. Mana. Qo'chqorni ko'ryapsizlar o'zingiz uchun. Endi buni men bitta sizlarga yog'olilarni ko'rsatib ketaman. Xo'p, mana. Oyoq kastaki ko'ryapsizlar. Qo'chqor tullashga o'tibdi o'sha? Tullashga o'tibdi. Gap so'z yo'q. Aka, buni necha bosh sog'luga qo'ydingiz? Hozir bizda 15 bosh sog'luq bor qo'ramizda. Shularga qo'ydik. Probnik bolalari bor. Keling, yurg'izib ko'ramiz. Ha. Sekin yurg'izib ko'ring. Yarichkalar, qo'zi-qo'chqorlar tushyapti, endi ko'rsatamiz, xudo xolasa. Yana bo'g'ozlari ham bor. Mashalloh. Orqaga qaytamiz endi. Bitta yurishini ko'ringlar buni. Yoki qo'yib oling, shu yoqqa yuraversin o'zi. Qo'yib oling. Yuradimi? Yuradi. Yur jonim. Ana. Mana qo'chqor, polvon deydi. Mana jonivor. Gap yo'q lekin. Yurish qaranglar. Polvon. Ha, jonivor, yariysan deydi. Suvni ichyapti, mazza qilib. Yo, yemayapti. Ke o'zingga. Ke krasavchik. Ha, jonivor, yurish qaranglar jonivor. Mashalloh. Mana jonivor. Gap yo'q lekin. Mehr bilan boqib qo'yibsiz, go'zal bo'libdi. Allohumma barik lafikum. Ko'z tegmasin, aka. Aka, bu qo'chqorimizni endi ko'pchilik nima deydi, baribir qiziqadi-yu. Bu qo'chqor sotiladimi yoki sotilmaydimi? Buni hozir endi o'zimiz sog'luqlarga qo'shib, bolasini olyapmiz. Xudo xolasa ishqibozlar bo'lsa, qo'zi-qo'chqorlardan sotamiz inshaalloh. Bolalaridan, Bolalaridan.
Mana shu joylari bitta bellarni bunday erkalasa hech joki bu meni qo'limga tushib qolsa hozir aka. Buni borib mana shu kallalarni ko'tartirib nima qilaverardim jonivor. Mana qarang. Qo'lingiz kirmayaptimi ichiga? Yo'q. Gap yo'q lekin mora qo'chqor mehr bilan boqib qo'yibdilar lekin. Ha Sanjar aka, bu qo'yni qiziqqaningizga qancha bo'ldi? Qanchadan beri bu qo'y bilan shug'ullanyapsiz? Qo'yga aka o'zi otam qiziqqan, hisori qo'y boqqanmiz azaldan uyda. Ha. Endi uyda hisori qo'ylar ishqibozlikka boqilardi. Ha. Shu naslli qo'yga qiziqqanimizga 2-3 yil bo'ldi. 2-3 yil bo'ldi. Ha, bitta ikkita olib endi ko'paytirishga harakat qilyapmiz. Ha. Qo'ldan kelgancha. 2-3 yil bo'ldi. Ha. Aka, mana hisori boqqanman deyapsiz-ku. Hisori bilan buni farqi qanaqa ekan aka? Farqi bor. Farqi bor-a? Ha, farqi Yuraversin, yurg'izib nima qo'ying. Anaqasi yo'q, gaplashamiz, ha. Yurg'izib nima qo'ying, bemalol. farqi vesida, Ha. buni bo'y basida, har tomonlama farqi bor. Hmm. Sondan sifatga deydi-ku. Sondan Shunaqa, sifatga. Hisori qo'ylar soni ko'p edi. Buni hisoriga qo'shib ko'rmadingizmi probaga? Yo'q, endi xudo xolasa. Endi? Qo'shib ko'ramiz, ha, seleksiya qilib. Qo'shib ko'rish kerak. Qo'shib ko'rish kerak. Chunki bu arashanni ko'proq qoni hisorida-da, hisoridan ko'proq narsa olingan-da. Hozir buni endi afg'on bilan arashalarga qo'shyapmiz-da. Ha. Afg'on bilan arashalar. Hisoriga ham qo'shib qo'yish niyati Xudo xolasa. Mashalloh. Aka, mana shu boshlaganingizga 2 yil bo'ldi dedingizmi? 2 yil ichida qancha daromad kirib ketdi shuning ichiga? Taxminan bilasiz o'zingiz. Kimdir 10 ming tiqadi, kimdir 50 ming tiqadi, kimdir 100 ming tiqadi. Birinchi boshlaganingizda necha pul kirgizgansiz, necha pul foyda qilgansiz yoki zarar qilgansiz? Endi hamma narsani prosta nima deydi? Ko'pchilik mana bunaqa narsada qo'y oladi-ku, mana birinchi ishqiboz bo'lib, hozir mana sizni videongizni ko'radi. Qo'z olgisi keladi yoki qo'chqor olgisi keladi-da. Endi misol uchun hamma boshlaganda bitta yeydi baribir. Yeydi deganda ustoz tanlashni bilmaydi, qimmatroq qo'yadi yoki qo'yni tushunmaydigan odam bilan maslahat qilib qo'y olib qo'yadi-da. Shunga men yana qilayotganim, so'rayotganim hozirgi kunda bizda ham shu arashan qo'yga talab juda katta bo'lib ketayotganiga so'rayotgan joyim aka. Ha, tushunarli. Boshida bizda hisori qo'ylar ko'p edi, soni 100 ta oshiq edi. Sotib o'sha sondan sifatga o'tish maqsadida yaxshi pullardan qo'ylarni olib keldik. Toshkentdan, Namangandan, shu o'zimizdan, Adamaydan. Endi aytavering aka. bu Oppa. kelgan Bo'ladi. qo'ylar, qo'yga kelgan pullar aytadigan bo'lsak, 35 ming atrofida pul ketdi, sog'liq qo'shib. Hozirgi shu kungacha yoki boshidanmi? Naslli qo'ylarda o'ziga. Naslli qo'ylarni o'ziga 35 ming dollarcha pul ketdi. Ha. Endi bu yildan sekin buni bolalarini sotyapmiz, bitta sog'liqlarni sotdik. Bu yildan sotishni boshladik endi. Daromadga kirdingiz, daromadga deganda endi qalbingizga shamol tegdimi demoqchiman. Bir xil insonlar bo'ladi-da, shuncha pul tiqdim, 100 dollar foyda qilmadim deydigan ko'pchilik bo'ladi-da. Keyin yana ko'pchilikning fikri nima desangiz, bu qo'chqori bozorda deydi 10 million, 15 millionga beradi-ku, baraka topkur. Bu boshqa narsa. To'g'ri. Agar bu 10-15 million bo'lganda hammani qo'yi shunaqa bo'lib ketardi. To'g'rimi aka? To'g'ri. Endi tushunmagan odamga asli bir qozon go'sht. To'ppa-to'g'ri, ha. Ishqibozi boshqa buni. Ishqiboz odam, tushungan odam qo'ylarni qo'shaman deb, endi gashti boshqa buni. Ha. Shu yaxshi niyatda olganmiz. Allohga shukr, baraka topyapmiz. Yomon kam bo'lganimiz yo'q. Ha. Bolalardan sotishni boshladik o'sha. Bolalardan sotishga boshladingiz. Xullas, оборотga kirdingiz. Ha, Allohga shukr, sekin bu yildan endi sotishni boshladik bolalardan. Ha, mashalloh. Hozirgi kunda bitta qo'zisini 3000 dollarga savdo bo'lyapti, berganimiz yo'q. Shu qo'zini endi to'xtab turing-da, qarang. Shu qo'zini men guruhida ko'rdim. Shu qo'zini necha pul qildim, to'g'risini ayting aka. Necha pul qildim? 3000 dollar qildingiz. Ha. O'zingiz. 3000 dollar qildim. Aka, keling, tepasida ko'rasiz, gaplashasiz dedingiz. To'g'rimi? Shunaqa. Mana nasib qildi, bugun shu kunga nasib qilganiga ro'za kunlariga Toshkentdan keldingizmi? Ko'rasiz. keldi, o'zimizni ko'ramiz, qo'zini xudo xolisa bitta o'zimizni ko'rib, xudo xolisa qurbimiz yetsa, buni ham savdo qilib olib qo'yamiz, xudo xolisa. Agar yetmasa, bizdan boshqa odamga nasib qilsin. Albatta, nasibda. Shunaqa, nasib qilgani shunaqa bo'ladi. Xo'p, bo'lmasam buni yordamchi bo'lsa, yordamchiga ushlatib qo'yamiz, qo'zisini bitta yoniga prosta bolasini qo'yib qo'yamiz. Xo'p. Sodiqjon, ukam, shu qo'chqor ushab turing. Hay jonivor, turaversin, bo'ldi. Siz qo'zisini bitta olib chiqing, yoniga qo'yamiz. Inshaalloh, Sanjar aka. O'g'lim aka. Gap yo'q ekan. Respekt deydi. Otani ko'ryapsizlar. Bolasi. Aka, bu
Gruppaga tomoshaga deb tashlagan qo'zingiz, qo'chqor. Shu. Ha? Oyoqlari yo'g'on narsa mana shu-da. Bu titanni, ana Jamshid degan titandan o'tib ketadi deganim shu-a. Shu. Shu qo'zini 20 kunligida gruppamizda aylangan. Shu qo'zini ko'raman deb mana atay keldi. Toshkentdan, Toshkentdan keldi. Bu qo'zini bitta gap aytaman aka, hali ham shu gap. Endi bilmadim, agar baland bo'lsa biza qaytdi. Aka, shu qo'zini shu gap mana men qarang, eshib olib qo'ying mana. Hali ham gap. $3000 bo'lsa Botmon baraka oldi. $3000 shu 20 kunligida ham savdo qilishdi, o'zingiz ham chiqib bo'ldingiz. Endi salki ko'tin nariroq tortaverayman shuni. Mo'ljalingiz qanaqa aka? Ha, mo'ljalimizga yetsa, hech kim mo'ljalga yetmagan. Yo'q, mana bo'ladi-ku, menimcha bo'lsa deb yaxshi narsa har doim yaxshi pul bo'lsa nima qilinadi? Ochig'ini aytirish kerak buni. Ha, xudo xolasa yaxshi pul bo'lib qolsa, yo'q, hali yetmadi-ga. Yo'q, hali mo'ljal ancha balandroq. Yo'q, gap yo'q lekin, aka. Lekin $3000 bo'lsa, mana o'sha gap. PR-mi yaramas. Naqd sanab olasiz, aka. Yo'q, tushundim, rahmat. Shuncha narx qilganingizga rahmat. Buni men nimaga ishqiboz bo'laman, bilasizmi? Xo'p, buni otasi Sulton. Sultonning bolasi Premier. Sultonning bolasi Karol. Yo'g'onli bor-ku, Ves. Hozirgi kunda hamma Vesga qaytyapti-da yana. Ves mana misolchi Abdulla Sharipov qo'rasida qo'chqorlarni ko'rsa, narxni kosmos bo'lib ketyapti. Ves qattimda, Vesni qo'shib tashlayapti, yurishi ham, bolani berishi ham, ne mana. Yo'g'onli hamma tomonlama bor. Oyoqni-chi, shundan shoptirayman, bitta oyoqni ko'rsatayim buni. Mana oyoqni qaranglar. Qo'zi necha oylik bo'ldi bu? 3 oylik bo'ldi bu. 3 oylik bo'ldi. 3 oyligi bu gap yo'q lekin bor-ku. 3 oyligi bitta oldi peridoni ko'ramiz. Mana. 3 oyligi. Mo'ljal mayli. Mo'ljal baland. Aytsak aytaveramiz mo'ljalni ham. Yuring. Ko'tini ko'ringlar bitta. Ana. Otizini toy bosadi deydi. Inshaalloh. Mo'ljal nechi pul aka mana? Qani? Mo'ljal 10 ming. 10 minglik qo'zi, gap so'zi yo'q lekin aka. Endi xayri bor lekin, meni to'g'risini aytsam, men endi afg'on boqaman-ku. Afg'onga yo'g'onlik kerak-da, qo'chqorlarim bor o'zimda ham, gap so'zi yo'q, qo'chqorlar bor. Lekin nima deysa, qon alishtirish kerak-da, bitta qo'chqorni qo'shib urmaysiz-ku hadeb. Albatta. Har xil qon qidirib ko'rasiz, nima qilasiz? Abdulla aka endi buni ko'rgan odam hali 10 ming deb oshiqcha negativ gap kerak emas. Ha. Buni tushunadigan odam kallasini bu yoqqa burib olasiz. Ortidan ancha mehnat turibdi buni. Vaqtida otasini ham qo'ziligida katta pul olib kelganmiz, Allohga tavakkal qilib. Ha. Endi o'ziga yarasha mehnati bor buni ham. Mashalloh. To'g'risida, shuning uchun taroz tortmadingizmi? Necha kilo taxminan? 40 kilo shu bormi? Ha, xudo xolasa chiqib qoladi. Lekin suviga ham illigi to'qigan-da buni. Inshaalloh otasiga qo'chqor bo'ladi-da, xudo xolasa. Xudo xolasa o'tib ketsin. Ha, inshaalloh. Otasidan o'tib ketsin, lekin yo'g'onligi belidan bitta ko'rsatay shuni. Belli bitta ko'rsatay mana qaranglar. Mana. Belli ko'ryapsizlar. Yaxshi narsang bo'lsa, cho'chmay savdo qilasan deydi. Albatta. Cho'chmaysan deydi. Mana cho'chmaysan. 3 ming ham katta pul asli. Ya katta pul, 3 mingni topish uchun men bilasizmi, 3 yil ishlashim kerak. Albatta, 3 ming katta pul, lekin buni ortidan ancha mehnat yotibdi. Ya to'g'ri, mehnatingizni qadriga yetamiz, aka. Misol uchun vaqti kelsa o'zimiz ham sotgimiz kelmaydi, yaxshi narsa bo'lsa o'zimizda qoladi. Nima deytsa, odamni dilida qolib ketmasa, sotganiga nima qilmaydi? Men sotganman, baraka topsin deb beradi. Gap so'z yo'q lekin. Gap so'z yo'q. Otani ko'ryapsizlar. Mana otasi, mana bolasi. Xo'p, Sanjar aka, bu qo'chqori. Buni qizlari ham bormi? Yarichkalari bor. Yarichkalari nechta bor? 2 ta bor hozircha. 2 ta? Nechtasini sotib oldingiz bularni o'sha? Bundan 2 ta bolasini sotdik. Boshida birinchi tug'ilganlarini, yarichkasini, qo'chqorini sotdik. Yaxshi pullardan berdik ularni ham. Mashalloh. Mashalloh, mana jonivor. Bo'ladi, buni kirgizib uramiz. Yarichkani ko'rsatamiz. Olib kirib ketavering. Mashalloh. Bular yarichkalar? Ha, yarichka. Shu Karol qo'chqorimiz probnik bolalari. Qizlari. Qizlari, ha. Bular necha oylik bo'lishdi hozir? Bunisi 1,5 oylik, bunisi 2 oyga yaqinlab qoldi. Bu 1,5 oylikmi? Gap yo'q lekin. Mashalloh. Qani menga bitta qarating shuni. Jonivor, qulog'i ham, ha?
Ularga bir 23-24 bo'lib ketadimi deyman buni. Ha, yaxshi niyat qilib oxu deb kilichga qo'yib qo'ydik. Klichkasi oxu. Oxu, ha. Aha. Bunga o'zimizni bir Qo'qonda tanish akaxon bor. Aha. Ishqiboz bo'lib $3000 naqd berdim unga. $3000. $3000. Gap yo'q lekin. Yaxshi narsa bo'lsa aytolmanu. Sanaladi-da. Yaxshi narsa bitta dumlarni ko'raylik shuni. Mana jonivor. Qo'yib yuboring, bo'l, qo'yib yuboring. Jonivor ko'rasizlar mana. $3000 bo'lgan 1,5 oylik qo'zimiz. Karolli qizi. Buni onasi qanaqa sog'li? Onasi Karablyoskilini 1-klass sog'li. 1-klass sog'li. Ha. Allohning izni bilan endi Karol qo'chqorimiz bolalar yaxshi beryapti. Qo'ylarimiz bizda to'g'risini aytish kerak-da. Sog'liqlarimiz elita sog'liqlar emas. Ha. 1-klass sog'liqlar. O'shalardan ishlayapmiz endi. Qo'chqor o'shalardan shu bolalar tushiryapti. Mashalloh. Sog'liqli o'zi yarkila shallaqi bo'ladi-da. Yomon baqiroq bo'ladi. Xo'p, buni bitta orqa tarafdan ko'rsataman. Bunisi-chi aka, bunisi narx bo'ldimi yo bo'lmadimi bunisi? Bunisi 2000 bo'lgan bu ham narx. Hozirligida. Ha. Yo'q, bu narx pullarga hozir berish o'zimizda turib turaversin. Ha. Qo'y qilamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Buni klichkasi oxu. Oxu. Bunikichi. Bunga hali qo'ymadik endi xudo xolasa. Shunga bitta klichka qo'yaman agar xo'p desangiz. Go'zal deb qo'yinglar. Go'zal. Go'zal. To'g'ri kelsa. To'g'ri kelmasa o'zingiz nima qilasiz? Go'zal, ha? Go'zal, ha. Sizdan istalik bo'ladi shu. Ha. Go'zal. Jamomasa ana nima deydi desa, ismi esdalik bo'lib qolsin. Qo'chqor endi mayli. Qo'chqor gap yo'q. Suvda nima qilamiz? Xudo xolasa hamma yaxshi, oka mehnat qadrini bilaman. Chunki o'zim ham qo'yib boqaman-ne. Nima deydi desa, endi bizni yerdan chiqmadi ular. $700, $800 emas, dangal. To'g'ri kelsa tars, to'g'ri kelmasa mendan keyingi odam xayri bilan baraka qilib olsin. To'g'ri. 3000 ham kichkina pul emas, to'g'ri. Endi to'g'ri. Qo'ziga. Endi mana aytasiz, bu qo'ziga klichkasi oxu $3000 bo'ldi. Bunimizda endi 2000 bo'lganda go'zal klichkasi sizda qolsin, oka, go'zal. Mana jonivor, mashalloh. Lekin buni oyog'iga ham e'tibor beringlar, mana. Yo'g'onligi ko'rasizlar oyog'i. Buni bu ekstrer bo'yicha kuchli ekan. Ekstrer bo'yicha bu kuchli, to'g'risini aytish kerak-da. Bu yo'g'onligi bo'yicha kuchli ekan, aka. Yoki bu oyiga bo'lgani uchundir balkim. Misol qancha 20 kunlik otdanmi? Ha, 15 kunlik ot. 15 kunlik otda bo'lganidan yo'g'on bo'lishi mumkin. Lekin bu ekstrer bo'yicha nima ekan? Bor o'zi oti go'zal bu bo'lib, bu oxu bo'lishi kerak. Lekin gap so'z yo'q, aka. Endi Abdulla aka buni onasi 1-klass. Aha. Buni onasi 2-klass. Ha. 18 cm. Ha. Onasiniki. Ha, grafliniya. Gap yo'q. Shulardan endi Karol qo'chqor qo'shganmi, o'shaga bolalar tushyapti-da. Gap yo'q lekin. Alloh beraman, siz hech gap emas deyman, aka. Qo'chqor tushdi. Hammasiga nasib qilsin. Inshaalloh. Mashalloh deb qo'yasizlar tomosha qilganlar. Mashalloh. O'zimiz ham aytib qo'yaveramiz. Mashalloh. Xo'p, aka, bularni ko'rsatamiz, bitta olib chiqib. Endi qo'radagi sog'liqlarni bitta ko'rsatib yuboramizmi? Nimaga bunaqa ko'rsatmoqchiman deganim, hozircha 1-klass, 2-klass sog'liqlar deyapsiz-ku. Shu sog'liqlardan tushgan bolalarni ko'rsa, yo'q deyish mumkin-da. Ha, to'g'ri. Gapda gapiryapti deb bor, shuning uchun bitta onalarni ko'rsataylik buni. Nima deysiz? Mana onasi 2-klass degan. Mana shumi? Mana shu, qaysini onasi bu? Buni onasi mana sog'liq. Mana. Sog'liqni hozir aslida bitta ko'rsataman. Mana sog'liq onasi. Mana. Sog'liq. Onasi. Buni yana baribir ichkaridan qilamiz. Bunaqa video men oladigan odatim yo'q. Sirazi ko'rsatganlarga ko'rsatib qo'ydim. Mana. Aka, yo'masam ichkariga ketdik. Sanjar aka, bu yerda hozir nechta sog'liq bor? Bu yerda hozir 15 ta sog'liq bor. Aha. 15 ta sog'liq bor. Yo'q, to'g'ri. Ha. 15 ta sog'liq bor. Mana shu sog'liqlar bolalari mana shu, to'g'rimi? Berayotgan bolalari mana shu. Hozir ko'rsatgan ikkita o'zimiz, bitta qo'chqorimizni ham nimalari shu yerda, ha? Ha, shu yerda. Gap yo'q lekin. Afg'on ham bor ekan, ikkitami? 3 ta afg'on bor ekan. Afg'on ham bor. Uni ham seleksiyada ishlatyapmiz, afg'onni ham qo'chqora qo'shamiz deb. Ha. Mana. Ozgina dikiyroq ekan qo'ylar. Ha, Gap yo'q lekin. Bu yerda nima liniya sog'liqlar bor aka? Narxi necha puldan olingan sog'liqlarni?
narxi sirmas. Shu 2000 dollardan 1,5 dollardan olingan birinchi klass sovg'alar. 2023-yildagi narxda endi bu. 2023. Hozir narxlar ko'tarilib ketdi-yu. Ha, ha. 2023-yilda olganmiz 1,5 ming, 1800, 2000 dollardan olingan. Ha. Gap yo'q. Buni hozir endi sizni obunachilaringiz ham bor-da. Gruppalarda ko'ryapti, qo'ringizga odam kelyapti o'sha qo'ylarni ko'rib savdo qilishyapti. Bekorga ani soligiga 3000 dollar pul berishmaganda. Mana shunada? Yo'q, bu emas edi. Ichkarida. Mana yo'q, bu ham emas. O'tib ketdi. Mana. O'shanga bekorga 3000 dollar uni oqu klichkasi. Oquga yo'g'on solib ekan u ham, mashalloh, ko'z tegmasa. Mana lekin afg'on lekin bilasizmi, men afg'onni ham yaxshi ko'raman. Afg'on lekin gap yo'q lekin afg'onga. Yo'g'on ekan-a. Gap yo'q lekin. Endi savolim chala qoldi, aka. Savol nimadan iboratki, qo'lingizga kelgan klientlar savdo qilgan paytda odam maza qilib yuboradi-da. Albatta. Maza qilib yuboradi deganda shuncha kutasida qo'y bir xil insonlar bezillab qo'ydan chiqib ketdi ko'p insonlar. Savdo bo'layotgan paytda qanaqa deydi, narx-navoga kelgan odamni fikri qanaqa demoqchiman. Qimmat, arzon degan fikr bormi yoki bo'lmasam nima narsa deb. Unaqa fikr o'zi bo'lish kerak emas, lekin odam bir bilasiz-ku. Siz seleksionersiz-da mana. Misol 2-klass, 3-klass, 1-klass sovg'alardan day shu qo'chqor qo'shyapsiz, bola zo'r tushyapti. Alloh beryapti-da. Shunga aka. Endi Abdulla aka mana o'zimizdan boshlab o'tkazdik tajriba. Ustozimning bir gapi bor-da, qo'chqoriga pulda yemash kerak ekanda. Ha. Misol uchun qo'ringizda 7-8 ta, 50 ta qo'y bo'lsa ham, qo'chqoringiz yaxshi bo'lmasa, sababini yaxshi qilmasangiz, siz kutgan natija bo'lmasligi mumkin-da. Biz endi to'g'risi vaqtida ko'pchilikka aytmaganmiz narxini, qo'chqor yaxshi pulga olganmiz, Allohga tavakkal qilib, sovg'alarga qo'shganmiz. Mana sovg'alar ko'rib turibsiz. Birinchi klass sovg'alar, ikkinchi klass, birinchi klass. Hadi super elita sovg'a yo'q, gap yo'q. Yaxshi qo'chqor olganmiz. O'shaning hisobiga mana bolalarini ko'rsatdik, shunaqa bolalar tushyapti-da. Mashalloh. Sababini qilganimiz hisob. Mashalloh. O'sha qo'chqor puli chiqib ketdi. Ha, Allohga shukr chiqdi. Qo'chqor puli chiqib ketdi. Xudo xolasa tez kunlarda mana yana tushadi, o'sha sekin nima bo'lib ketadi. Ichida bo'g'ozlar ham bor. Ha, bor-a bo'g'ozlar. Kechki qochgan bo'ldi o'shanda. Mana shuni xudo xolasa. Mana shu? Mana shu bir haftada xudo xolasa o'qib qoladi. Gap yo'q lekin. Mana yangi boshlayotganlarga siz ham yangi kirasiz. Lekin siz boshingizdan ko'p narsa o'tganda, yangi boshlayotgan ishqibozlarga fikringiz aka, qisqacha bo'lsa ham. Fikrim endi ishqibozchilik bo'lsa, ko'p o'ylanib, juda ko'p odam bilan maslahatlashmasdan, yo'q bo'lsa, ikkita odam bilan maslahatlashib, ko'zi yetsa, Allohga tavakkal qilib, avvalo qo'yni yaxshi ko'rish kerak. U ming puli bor odam ham misol qo'yni yaxshi ko'rmasa, tajribada bo'lgan ko'ryapmiz. Pul tikib qo'yib, haligi qo'ydi bir qo'radan qo'yib birortasiga odamga boqtiraman degan narsa bekor gapda. Orqasidan o'zi yugurib, yaxshi mehr berib, yaxshi boqmasa, o'zi kutgan natija ola olmasligi mumkin, katta ehtimol bilan. Shu boshdan o'tkazgan tajribalardan-da endi. Yaxshi ishqiboz bo'lsa, qo'lida puli bo'lsa, qo'y yaxshi ko'radigan bo'lsa, avvalo olish kerak. Qo'y baraka, payg'ambarlarimiz qo'y boqqan. To'ppa-to'g'ri. Endi gapingizga qo'shimcha to'ppa-to'g'ri aytdingiz. Mana hozirgi kunda nima desangiz, hamma bor-ku. Mana sizni qo'lingizga keldi. Qo'zini mana shu qo'zi yoqdi deylik, syomka qildi, ketdi. Shu sizni qo'lingizga kelganini butun senga biladi. Nimaga aytsangiz, kimni tanisa hammaga shu qo'zini tashiydi. Bitta odamda bitta fikr, ikkita odamda ikkita, 100 ta odamda 100 xil fikr-da. Bu sizni qo'lingizga kelgan odam birovga tashlab o'zi xato qiladi. Nimaga xato qiladi desiz, olmoqchi bo'lgan narsasini oldirishmaydi. To'g'ri. Fikr. Shuning uchun bitta odam, yaxshi odamni misol uchun sizni shart to'shab, "Aka, men mana shunaqa qo'y boqmoqchiman, nima deysiz?" Nima qanaqa fikr berasiz, kelsa maslahat berasiz. "Aka yoki uka, mana bunaqa fikr bor, mana bunaqa qilsa, bunaqa bo'ladi." U bizda hozir nima deydi, 100 ta odam bilan fikrlashadi, ani olmoqchi bo'lgan odam fikri o'zgarib, qoladi. Boshqa narsa bo'lib ketib qoladi. Oladi. To'g'ri. Sizdan boshqasi oladi, lekin yedida keyin qo'ydan ko'rib bo'lib ketadi. Shuning uchun aytayapman sizga, nima qilish kerak? To'ppa-to'g'ri aytdingiz-da, qo'shim chiqib ketdim. Hamma bilan fikr qilish kerak emas. Sizga narsa aytaman-da, sizga. Misol to'g'ri, biz ham olayotganda hammada ikkilanish bo'ladi baribir. Ikkilanish bo'ladi, o'ylanish bo'ladi. Olayotganda men ko'pchilik bilan maslahatlashmasam, ko'pchilikka aytmaganman, narx-navoni shuncha puldan qo'y olmoqchiman. Shuncha pulga pul tikib qo'y boqmoqchiman deb aytmaganman. Aytsam to'g'riki, 5 ta odamdan kamida 3 tasi aynitardi. To'ppa-to'g'ri. Endi nima qilasan, unday degan gap bo'lishi mumkin edi. O'zim ham fikrimdan qaytib qolishim mumkin edi. O'shaning hisobiga
Ko'pchilikka aytmasdan Allohga tavakkal qilib olganmiz o'sha paytda kiloni qo'ylar. Endi Xudoga shukr, bugungi nasib qilgan ekan, mana sotishni ham boshladik. Gap yo'q. Alloh barakasini bersin. Gap so'z yo'q. Bularni aka, endi sizni obunachilaringiz ham ko'payib qoladi-da, ratsioni haqida bitta. Nima bilan boqyapsiz hozir? Ratsioni rejim qilib 2 mahal boqamiz, ertalab, kechqurun. Ertalabkisiga nima yeydi, kechqurungisiga? Ertalab yem beramiz, birinchi. Kelib turib yem beramiz. Makka jo'xorini maydalab, kepak aralashtirib, arpani maydalab aralashtirib, uchalasini qorishma qilib sal namlab beramiz. Bitta qo'yga necha gramm yoki necha kilodan? O'rtacha 800 gramm 1 kilodan yeydi. Bir mahalga. Ertalabkisiga, ha. Shuni beramiz, orqasidan quruq hashay beramiz. Beda, yer yong'oq, mosh, prislarni grabekadan chiqarib berib, cho'ni aralashtirib, o'sha hashay beramiz. Kechqurungisiga ham xuddi shu rejim. Kechqurungisi ham shu. Kelamiz, birinchi yemini beramiz, yemdan keyin shu hashagini beramiz. 2 mahal qaraladi rejim bilan. Endi bu yerda rejimda ham gap katta, aka. To'g'ri. Vaqtingizga qarab xohlagan paytga kelib qarab ketmasdan, ertalab iloji boricha 1 soat vaqt ajratib, vaqtida qarash kerak. Kechqurun ham shu iloji boricha o'sha bir xil vaqtda qarash kerak-da. Mashalloh. Shunda qo'ylar ham rejimga tushadi-da. Qo'chqor lekin yomon bez qo'shib berishadi. Ko'z tegmasi, mashalloh. Qo'chqor lekin xudo xolisa, men o'zim endi mana ko'rdim-da, sizdan oldin Sanjar akam qo'ralariga bordim, adashingizni, ustozingiz. Qo'chqorlar lekin gap yo'q, bu yil 4 ta katta konkurensiya bo'ladi. 4 ta hozir absolyut vesini uradigan qo'chqorlar bor ekanda. Rostdan. Xudo xolisa hammani omadini bersin. Shu ustozim eslab o'tdi, shu o'rinda men aytib ketay. Shu insonlar ham Alloh rozi bo'lsin. To'g'risi ko'pchilik to'g'ri fikr, maslahat bermasligi mumkin, lekin shu odamdan baraka topdim, yaxshi maslahatlarni oldim-da. Qo'y sohasida o'sha insonni ustozni bilaman o'zim uchun. Ozmi ko'p maslahatlarni olib turaman. Ayamasdan men nima qilib, to'g'ri fikrlarni berib, maslahatlar bergan vaqtida, to'g'risi. Alloh rozi bo'lsin shu insondan ham. Amin. Hammamizdan rozi bo'lsin. Gap yo'q lekin. Zo'r bo'ldi. Aka, xudo xolisa, omad. Qo'ylaringiz aka, bir qo'ri qo'y bo'lsin. Amin. Sifatga o'tsin. Qo'chqoringiz aka, Vistikelada xudo xolasa katta konkurensiya bo'lar ekan, lekin yaxshi o'rinlarni olsin. Inshaalloh. Qo'chqorga qarang. Vesti chiqmaydi deb nima qilmay, olib boring baribir. Xudo xolasa. Xudo xolasa kutamiz, Vistikeda. O'zim shu yerda bo'laman. O'zim kutib olaman xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana Sanjar akamning qo'ralari, Sanjar akamni tanib olinglar. Gruppalarda ham aktivlar. O'zlari mana qo'ylarni hozir necha 20 dan oshiq qo'ylari bor. Rezultatlar yaxshi tushyapti. Xudo xolasa yaxshi pullar berilyapti. Ishqiboz insonlar, mabodo qiziqib qolsanglar, xayri bilan qilsanglar, yangi boshlayotgan insonlarga yo'lida qilib berasiz. Inshaalloh. Chunki sizga paytida yo'lida qilib berishgandi yoki qilib berishmagandir. Anu nima deydi? Yangi kelgan odamni savala bormen demoqchiman. Bezitib qo'ymang. Bezitib qo'ymang. Sizdan qo'y olsin, baraka topsin. Qimmat olsa ham baraka topsin, aka. Shu. Xudo xolasa. Gap so'z yo'q, aka. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Salomat bo'ling, yaxshi Xursand bo'ldim. Joningiz sog' bo'lsin, aka. Rahmat, salomat bo'ling. Mashalloh, mashalloh.